Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda radioelektronikadagi faza 0 va o'sha tizimli, ya'ni o'zbekchasiga yerlashtirgich deymiz. Shu uchala kattalik desak, kattalikmi, shu o'lchammi, shu uchala kattaligimiz bilan tanishib chiqamiz. Yozib qo'yaylik. Faza 0 yerlashtirgich teoriya. Yerlashtirgich. Hozir masalan standart bo'yicha o'sha istalgan bitta elektropriborlarimiz yoki uyimizdagi rozetkani olaylik. Umuman iste'molchiga ulanadigan kabellarimiz borki, 3 ta rangda bo'ladi. Mana kabelimiz deylik. Kabelimiz. Mana ko'rsatib ketaveradi. Mana o'sha kabelimiz bo'lsa, mana 3 ta rangda. Birinchisi jigar rang, ikkinchisi ko'k rangda, keyingisi yashil bilan sariq rangda aralashdi. Ya'ni shu standart bo'yicha hozirgi iste'molchiga ulanadigan kabellarimiz. Birinchisi jigar rangda deya. Jigar rang, ikkinchisi ko'k, uchinchisi yashil va sariq. Yana bundan tashqari aytib ketay, jigar rangda o'rnida qizil ham kelib qolishi mumkin. Buncha shuna fazada o'rganib qolganmiz eskitdan. Qizil faza deymiz, qizil kabelni ko'rsak ham. Endi hozir jigar rang bo'lib chiqyapti. Deyarli hamma joyda jigar rangni uchratyapmiz. Jigar rangimiz faza bo'ladi, ya'ni lotincha harfi bilan belgilanadi. Ko'k rangimiz 0 deymiz, 0 inglizchadagi L line deymiz, N neutral yoki 0 ham deyiladi. Neutral yoki 0 ikkalasi ham ikkovi olinavergan. 0 deylik yoki neutral deb olamiz. Keyingimiz mana zazimleniya deymiz, o'sha yerlashtirgichimiz P harfi bilan belgilanadi. Inglizchasida protective earring degani yozib ketaveradi. Ya'ni himoya yerlashtirgichi degani. Yozib ketaveraylik. Faza dedik, 0 dedik. Yerlashtirgich. Mana o'sha uchala kabelimizni ko'rib oldik. Endi bu uchala kabelimizdan bizga elektr energiyasida biz ikkitasidan foydalanamiz. Jigar rang bilan ko'k rangdan foydalanamiz. Bizga shu ikkala kabel bizga iste'molchiga ulanadi. Shu ikkala kabel yetarli. Uchinchisi o'sha bizni himoya qilish uchun yerlashtirgich kabel ulanib qo'yilgan. Oldingi sovetskiy nimalarda bu narsa ishlatilmas edi, lekin hozirgilarda standartga kirib ketgan, albatta foydalaniladi. Keling endi hozir faza nima, 0 nima? Ikkovini farqiga borib olaylik. Generatorimizni olaylik, o'sha o'qishlab chiqarib turgan. Generatorimiz deylik. Generatorimizda o'sha 3 ta cho'lg'am bor. 3 ta cho'lg'ami L1 deylik, L1 bo'lsa L2, L3 deylik. Yana o'sha 3 ta fazasi. Uchala fazani bittadan konnesini, ya'ni oxirlarini ulab turib, bu 0 deyiladi. 0, neutral yoki 0 deb olingan. Endi generatorimiz shu yerda aylanib tok chiqaryapti. Shu chiqarib turgan tokimiz faza, ya'ni faza deyiladi. Endi fazamiz ketdi. Masalan, bizga uyimizga kelyapti deylik. Keldi. Mana bu iste'molchi. Iste'molchi deylik. Iste'molchi. Endi bu iste'molchiga keldi-yu, fazamiz mana faza. Iste'molchiga kelgan bilan bu iste'molchi agar ikkinchi 0 ham bo'lmasa, bu iste'molchi bu kelib turgan elektr energiyamizdan foydalanib bo'lmaydi. Ya'ni xuddi suvni singarda suv oqib keldi-yu, yana bu tomonga qarab ketmasa, bu yerda to'xtab turibdi xolos. Shu joygacha keldi va oqib ketmayapti. Endi iste'molchimiz ishlashi uchun kelayotgan tokimiz, ya'ni faza degan kattaligimiz
Yana qaytib shu joyga qaytib kelish uchun bizga 0 degan elektr o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bittasi faza, ikkinchimiz 0. Mana shunda zanjir bo'lgandagina o'sha iste'molchimiz ishlayapti. O'sha elektr energiyasi doimo zanjir bo'lgandagina biz foydalanamiz, undan boshqa payt foydalana olmaymiz. O'sha tokimiz shu tarzda aylanyapti. Mana zanjir hosil bo'ldi. Keling endi hozir men xuddi shu sxemaga o'xshaganda endi zazimleniyani qo'shib tushuntirib beray. Olaylik. Shu generatorimiz generatorimizdan faza chiqdi. Mana o'sha iste'molchimiz iste'molchi deylik. Iste'molchimizdan 0 chiqib yana generatorimizga keldi. Faza bu 0. Endi mana bu iste'molchimizda biz masalan metal korpusli iste'molchi deylik. Agar fazamiz birorta kabel eskirib yoki yaxshi qatirilmasdanmi mana bu metal joyiga tegib qoladigan bo'lsa, inson kelib ushlaydigan bo'lsa, u tok uradi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Zazimleniya qilib qo'yamiz. Ya'ni yerlashtirib qo'yamiz. Yerlashtirib qo'yadigan bo'lsak, korpusimizga tegib qoladigan bo'lsa ham fazani kabeli u yerga o'tib ketadi. Yana shu narsani aytib o'tay, zazimleniyani qarshiligi 4 ohmdan 4 ohm deylik, 4 ohmdan oshib ketmasligi kerak. 4 ohmdan. Yanaki zazimleniya qilib turganda shunga e'tibor berish kerakki, armatur ham olsa bo'laveradi, lekin armaturdan ko'ra prut yoki armaturga ham hozircha ruxsat yo'q. O'sha prut bo'lsin degan qalinroq bir temir 2 metrdan kam bo'lmagan chuqurlikda qoqishingiz kerak. O'sha yerda nam bor joygacha yetib borish kerak. Bu albatta zazimleniya bo'lishi shart. Ayniqsa hozirgi uylarimizda, masalan, hammaning uyida Ariston ham bor, kir mashina ham bor, qo'yingki, hamma nimamiz o'sha elektr jihoziga qarab qadalib ketyapti. Bu narsa agar zazimleniya qilmaydigan bo'lsa, korpusga tegib qoladigan bo'lsa yoki teshib beradigan bo'lsa, albatta tok uradi shu fazamiz. Endi mana odamni nima qilaylik, chizib ko'rsatib beray. Ana zazimleniya degan yer dedik. Xuddi shu yerda mana yerni chizaylik. Mana odam turibdi yerda. Nima qiladi? Keldida yurib kelib turib, qo'li bilan mana korpusni ushlab oldi. Agar zazimleniya bo'lmasa, shu korpusni ushlab olsa, faza keladi, keldi. Odamning qo'li orqali yerga qarab o'tib ketyapti. Odamning qarshiligi bor-da, odamniki masalan har xil, masalan 1 mega ohm deylik, 1 mega ohm qarshiligi. Hamma odamniki har xil bo'ladi. Shu qarshiligi orqali, odam orqali, tanasi orqali yerga o'tib ketyapti. Ya'ni odamni tok urdi. Agar biz shu yerda zazimleniyamiz bo'lsa, mana fazamiz keldi, korpusga tegib qo'ygan fazamiz, ikkita narsa yerga ulanib turibdi. Zazimleniyamiz turibdi, undan tashqari odam turibdi yerga ulanib. Endi odamniki 1 mega ohm ekan qarshiligi. Mana zazimleniyamizki 4 ohm. Nima qiladi? Mana qarshiligi katta tomonga qarab yurmaydi, qarshiligi ost tarafga qarab yuradi. Ya'ni yerga o'tkazib yuboryapti. Bunda mana faza odam tomoniga qarab yurmasdan yerga qarab o'tib ketyapti. Bizni tok urmaydi. Shuning uchun zazimleniya qilinadi. Yana bitta narsani tushuntirib ketay. Plus bilan minus, plus deymiz, minus deymiz. Plus bilan minusdan faza degan kattalik bu umuman boshqa narsa. Mana qo'laylik, siz ketavering. $120 volt deylik. Endi mana cho'lg'am chizyapman, qarshilik, nagruzkani istalgan narsani chizishimiz mumkin. Tushunarliroq bo'lishi uchun chizyapman xolos. Bitta kabelimizni faza deylik. Bunimizda 0 deylik. 0 deylik. Masalan, o'zgaruvchan 220 volt yapsak, kuchlanishimiz. 220 volt bo'lgandan keyin ana shu rozetkani vilkasini rozetkaga bunday qilsa ham bo'laveradi, teskari qilsa ham bo'laveradi. Ya'ni 50 Hz chastotada nimasi o'zgarib ketib turadi. Ya'ni 50 Hz ham deb yozib qo'y. 50 Hz. Masalan, plus bu tomondan, minus bu tomondan bo'ladigan bo'lsa, 50 marta o'zgaraveradi. Bir bu tomondan minus keladi, bir tomondan minus plus keladi. Ya'ni plus minus o'zgarib turaveradi. Shuning uchun o'zgaruvchan tok deymiz. Plus minus bo'lib 1 sekundda 50 marta o'zgaradi. Ya'ni
bir nima qilganimiz bu tomonga qarab oqaydigan bo'lsa, bir payt qarasak, bu tomonga qarab oqib turgan bo'ladi. Bu nimada sekundga 50 marta o'zgaradi. Lekin faza degan kattaligimiz esa o'zgarmaydi. Ya'ni shu bitta kabelimizda shu iste'molchiga bitta tomonni faza keldi. Ya'ni bu o'zgarmas kattalik. Bu kuchlanishimiz, fazamiz. Nolimiz bo'lsa iste'molchidan qaytib ketib, yana transformatorimizga boradigan kabelimiz xolos. Yellashtirgichimiz dedik, shuni bizni himoya qilish uchun nima qilingan kabelimiz xolos. Ya'ni o'sha farqini bilib oldik. Endi hozir keling, qanday qilib fazani aniqlasak bo'ladi, ko'raylik-da. Mana nimasidan ko'raylik-da. Ko'rinamikan? Mana L deb qo'ygan, liniya deb qo'yapti, mana neytral deb qo'yapti, yana bitta zazimleniyaning belgisini qo'yib qo'yapti. Ya'ni mana bitta zazimleniyaning nimasi bor. Mana tepa tomonda ham ko'rinib turibdi, shu zazimleniyaniki. Ya'ni o'sha zazimleniya qilingan deyapti. Hozirgi hamma nimalarimizda shunaqa zazimleniyasi bor albatta. Mana kabelimizda ham bo'lsa kerak. Mana neytral deyapti, Y deb qo'yapti, years degani L line. Yaxshi ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Keyin tekshirib ko'ramiz. Rejim o'zgaruvchan kuchlanishga qo'ydim. Diapazonini 500 voltga qo'yib oldim. Endi o'lchab ko'ramiz. Ya'ni mana neytral dedik, faza dedik. Bunisini years zazimlenadi degan, biz o'sha faza bilan nolni nima qilib ko'ramiz, o'lchab ko'ramiz. 234 volt ekan. Endi 234 volt bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri faza, qaysi biri nol. Endi agar biz shitlarni ish qiladigan bo'lsak, multimetrimizda bilib olsak bo'laveradi. Istalgan ikkitasida, masalan, bir fazali shitimiz bo'ladigan bo'lsa, bitta faza, bitta nol, keyingisi zazimleniya bo'ladigan bo'lsa, shu ikkita ko'rsatgani bittasi faza bo'ladi, bittasi nol. Nol bilan zazimleniyada ko'rsatmaydi o'z-o'zidan. Mana oddiy Xitoyda indikatori shu bilan aniqlasak bo'ladi. Bu ham ishonchli. Shuni ham yana tushuntirib ketay. Indikatorimizda mana yerda yarim o'tkazgichli kichkina svetodiodi bor. Keyin mana yerda juda ham katta qarshiligi bor. Qora, hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Katta qarshiligi bor. Bu fazaga tekkanda bunday metni ushlab tursangiz, fazaga tekkan bilan bu tomonga qarab qarshilikdan ozgina kuchlanish o'tadi-yu, lekin mana yerda barmog'imiz bilan tegmaydigan bo'lsa, o'tmaydi kuchlanish. Keladida turaveradi kuchlanishimiz. Agar biz qo'limiz bilan ushlaydigan bo'lsak, odam ham o'tkazgichu qarshiligi bor. Shunda tokimiz o'tadi-da, bu yerda nimasi yonadi. Shu yarim o'tkazgichli kichkina svetodiodi bor. Bunda sal xiraroq yonadi, lekin boshqa nimalarda ancha yorug' yonadi. Bunda lekin juda ham xira yonyapti. Uni kamchilik tarafi tashqarida ishlatsangiz, yozgi kunida quyosh chiqqan paytda unchalik ko'rinmaydi yongani. Shu kamchilik tomoni bor xolos. Lekin ishonchli bu ham. Keling hozir faza bilan nolni aniqlab ko'ramiz. Mana multimetrda mana yonyapti. Qo'limni qo'yib yuboray, o'chdi. Ushladim barmog'imda, yondi. Mana barmog'imni qo'ydim, yondi. Qo'yvorsam o'chyapti. Endi ikkinchisiga, demak shu faza ekan. Ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisida yonmayapti. Mana barmog'imni qo'ysam ham yonmayapti. Birinchisida mana yonyapti. Demak bunimiz faza, bunimiz nol ekan. Yana aniqlashda multimetr bilan ham aniqlasak bo'ladi yoki bunaqa indikator bilan yoki hozir ko'payib ketgan bo'ylari, har xillari chiqib ketgan. Rahmat, sog' bo'linglar. Biz bilan keyingi darslarimizda ham kuzatib boring.